oson usulda biskvitli tort qilamiz. Tuxum shakar bilan 5 minut ko'pirtirib olamiz. Sut solib yana 2 minut ko'pirtirib olamiz. Kichkina mikserdan ham bemalol foydalanishingiz mumkin. 1 osh qoshiq yog' sovaramiz. Massamiz shunaqa pishni bo'ladi. Un, razrixlichil tuz solib aralashtirib olamiz. Pergamentli listga qo'yib 150 gradusda 25 dan 35 minutgacha pishirib olamiz. To'rtburchak bo'lganga juda tez pishadi. Yaxshilab sovutib, xuddi videoda ko'rsatilgandek 6 ga bo'lib olamiz. Aniqrog'i 8 ga ekan. Krem uchun varyoniy zgushonka bilan qaymoqdan foydalandim. Yaxshilab mikser qilib olib, krem suramiz. Krem ustiga ingichka to'ralgan bananlarni qo'yib chiqamiz. Endi videoga yaxshilab ahamiyat bering. Bu tortimiz umuman boshqacha yig'iladi. 2 soat ustidan qolip kiydirib, morozilkaga qo'yib qo'yamiz. Yaxshilab qotib olish kerak. Ustini dekor qilish uchun men shantidan foydalandim. 1 stakan sutga 1 stakan shanti. Uzog'i 1-2 minut mikser qilib olasiz. Yaxshilab tortimizni ustiga surib, xohishga ko'ra dekor qilasiz. Umumiy hisobda tortimizni tayyorlashga 6 soat vaqt ketdi. Bu go'zallik uchun hammanglardan like va kommentariy kutib qolaman. Albatta tayyorlab ko'ring. Mazasiga bo'lsa, mazasiga har doimgidek gap bo'lish mumkin emas. Retseptini saqlab qo'ying. Bayram dasturxoni uchun ajoyib g'oya. Likey